Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar asarini ilk bor 17 yoshimda o'qib chiqqanman. O'qib chiqib, asardan judayam ta'sirlanib, asar qahramonlariga atab she'r yozganman. O'sha she'rimni hozir sizlarga o'qib bermoqchiman. Zero Qodiriyning ruhi shod bo'lsin deyman. Otabekdan oltin baxtni olib ketding, ey kumush. Yuraklarni larzaga solib ketding-ku, kumush. Zaynabni deb bu dunyodan erta ko'z yumdingmi? Xo'sh, Zaynabni ham azoblarga solib ketding-ku, kumush. Nega seni yaratdilar oltin emas, kumush deb? O'ngulingdan biri ham ochilmadi g'amni yeb, baxtga yetdim deganda baxtsiz bo'lding Zaynab deb. Tortding kundosh azobin, taqdir taqozosin deb. Peshonangga yozilganmi Marg'ilondan shosh kelish? Taqdiringda bor ekan Otabekka yor bo'lish, yo Rab, kundoshlik ham bor ekan sho'r peshonangda, ammo nega yozilgandi qismatingga yosh o'lish? Sen o'lmading, hayotsan, sevgi timsolidasan. Senchi, ey badbaxt Zaynab, do'zax azobidasan. Orzuyim deb 3 kishining baxtiga zomin bo'lgan o'zbegoyim, tantiqoyim, xatoying tushungansan. Ikki o'tning o'rtasida Otabekni qoldirib, yuragini azoblarga, g'am anduhga to'ldirib, ota-ona orzusin deb sevgisin qurbon qilib, nima rohat topding dunyo bir-biridan ayirib. Topganing shu bo'ldimi kumushning ko'z yosh qoni? Yoxud Zaynab devona-yu chirqillagan go'dak joni? Nima topding hojini yolg'izlatib, yig'latib, bil'aks tantiq o'zbegoyim ming bora pushaymoni? Qizim baxtli bo'lsin deya yosh qizidan ayrilgan. Nega endi Marg'ilonmas Toshkentga qizin bergan? Qizim deya oftoboyim alam bilan bo'zlagan. Qutidorning oilasin bir qanoti qayrilgan. O'tgan kunlar o'tmagan qaro kunning chirog'i. O'tgan dema eslagil Otabek va kumushni. Zaynabni ham qoralama, u ham taqdir qurboni. Unutmagil Qodiriyga cheksiz ta'zim qilishni.